Assalomu alaykum onalar. Mana qaysidir bir ona o'g'lini yaxshi ko'rib kelgan. Mana bu bitta ona kuyovini yaxshi ko'rib mana kelyapti ekan. Qalasizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi o'tiribmiz. Germaniya taassurotlari qalay bo'lyapti? Germaniya taassurotlari o'ta yaxshi. Men sizlarni ko'rib xursand bo'ldim. Bo'lbaman hayotda ko'rishganimizga. Bu yerlar salqin. Siz Mir Abdullohning onalarimiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Doktorlarga paxta qo'yib turmasak bo'lmaydi. Hamma yaxshimi? Ko'rib xursand bo'ldim. Mana hammani bir-biringlarni chaqirib, bayramlar tashkil qilib, baribir o'zbek yurtdoshlar boshqada. Ko'nglingiz to'q bo'laversin. Biz bu yerda juda ham aql inoqmiz, mana ko'ryapsiz-ku. Qadriyatlar ham yaxshi. Ha. Tomonlar olib kelib, yaxshi salomat bo'linglar. Niyatlaringlar yetinglar, oliy maqsadlar keldinglar. Allohim mukammal ilmlar bersin. Ilohim. Ilmlar baland qilsin. O'zbekistonimizni kelajagi sizlarda. Nimanidir olib borasizlarda. Xudo xolasa. Ularga yetish oson bo'lmadi. Sabr kerak. Yaxshi. Ko'rishlarlar yaxshi xursandman. Rahmat. Rahmat. Siz qachon keldingiz? Men kelganimga 14 kun bo'ldi. 14 kun. Olam nimalar bor? Taassurotlar. O'rmonlari, yeşilliklar menga juda ham yoqdi. Ayniqsa bu yerda bir-biriga hurmat, juda ham yaxshi. Hech qanday bir-biriga bunday qo'pol harakatlar yo'q. Kulib gapirishlar juda ham meni jalb qildi. Hammasidan ham o'rmon, yeşilliklar meni juda ham jalb qildi. Ayniqsa kecha mana Fransiyada bo'ldi 4 kun. Juda ham yaxshi nima? Mona Lisa muzeyi, keyin Versal saroyi, keyin yana nima bordik, nima? Eyfel minorasiga bordik. Juda ham katta taassurot qoldirdi. Juda ham o'g'lingizni duo qilyapsizmi? Allohim hammalaringga sog'lik, duo qilinglar. Umrlaring uzoq bo'lsin, hammalaringga Xudoyim taolo baraka bersin. Ilohim. Oilalaring bilan tinch bo'lib, qo'sha qaringlar. Ilohim. Hamisha shunday. Rahmat. Bular endi birinchi marta kelishyapti. Avvaliga siz nechi marta keldingiz? Nechi marta? Ha? Sirini ayting, sirini. Siri cheksiz desam, farzandlar diydorida baribir. Ha? Farzand diydori, lekin mana shu farzandlarimiz shu yerga kelguncha ham ancha-muncha mashaqqatli Albatta. nimalar bo'ldi, chunki juda ham ko'p o'qishdi, intilishdi. Birinchi qizim kelgan. Ha? Hamma aytishgandi, qiz bolani qanaqa qilib yuborgansan deb. Lekin ishonch, самый главный ishonch. Uni orqasidan mana o'g'lim shu yerda, iloyim shu bilan o'zlaridan ko'payib, sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Men nima deyman? Juda ham taassurot zo'r. Birinchi kelganimizda ham baribir farqi bo'ladi, baribir. Shular orqasidan dunyo ko'ryapmiz. Shular orqasidan dunyo ko'ryapmiz. Bilmaganimizni o'rganyapmiz. To'g'risi, bilim olishga hali ham qiziqib yotibmiz. Mana nemetskiyni ham O'rganyapsizmi? Azgina-azginadan chunki nevaralar qo'yishmayapti o'zi. Mayli ish qilib biza nima desam ekan, har bir kelganimizda juda ham xursand bo'lib ketamiz. Shu umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bu yerdagi qadriyatlar, bular hali birinchi kelishgan. Men necha marotaba guvoh bo'lganman. Juda ham kuchli, juda ham kuchli. Har bir taraflama. Iloji bo'lsa mana shunday uchrashuvlarda iloji bo'lsa bir oyda mayli har 10 kunda bir marta bo'lsa tashkil qilinadi. Diydor shirinda. Diydor shirin mayli. Mana shu yeguliklar ham kerak emas. Faqat bir-birlari bilan uchrashinglar, bolalar bir-birini ko'rsin, hangama. Biz 6-10 kishi bitta joyda ishlaymiz. Har kuni ko'rishamiz. Har hafta oshimiz bor. Yo, yana bitta narsa aytmoqchi edim. Mana o'choq, qozon, o'zimizning milliy ovqatlar qilinyapti. Ayrim narsalar uyda qilinyapti. Menda bitta taklif bor edi, o'shani lekin Omonjonga ham aytganman, rasmlarni ham tashlaganman. Ko'chma somsalar qiladigan tandirlar bor-da. Tandir. O'shalarni agar tandir, o'choq, tandir olsalaringiz juda yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Hamma ayollar uyda tayyorlab keladi, bu yerda nima? Mana o'tin sizlarda serob bo'lsin. Shundoq issiqqina tandirdan uzilgan somsaga nima yeysiz? Bo'ldi. Kelasi safarga Xudo xolasa hozir aytaman, davay
ber deyman. Birinchi bo'lib sizni kuyovingizni olaman. Пожалуйста, men kuyovimga rasmim tashlaganman. Xohlasalaring o'zim ham dastavka qilib Bo'ldi. Bu Toshkentdanmi? Bor, ha? Tamom, olib keltiramiz. Yo'q, Somsalar. sumalak emas, hamda uchoq. Non yopsa ham Non bo'ladi. yopib yoki somsa qilsa bo'lar ekan. Somsa qilsa bo'ladi. Uyushtiramiz xudo xolasa. Sumalak uyushtirish kerak. Aha. Suhbat uchun kattakon rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'p, rahmat. Safarlaring bexatar bo'lib, fayzli o'tsin. Hop. Sizlar kattalar mana shu yoshlarga o'rnak bo'lib, shularga yo'l yurib ko'rsatib, qilib hammasi nima bo'yicha. Ilohim sizlar umrlaringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'linglar. Ilohim. Rahmat kattakon. Xo'p, sog' bo'linglar.